5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan bosh prokuror sovrini uchun kurash musobaqalari bugun milliy sportimizning yanada kengroq yoyilishiga sabab bo'lyapti. E'tiborli jihat, ushbu bellashuvlar chekka mahallalarda ham mahoratli polvonlar kamolga yetayotganini amalda isbotlamoqda. Birinchilikning Olot tuman bosqichi misolida buni yaqqol izohlash mumkin. Buxoroning Olot tumani dongdor polvonlar yurti. Bu zaminda azaldan kurak yer ko'rmagan kurashchilar yetishib chiqqan. Bugun ham ularning munosib izdoshlari kamolga yetmoqda. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan bosh prokuror sovrini uchun kurash musobaqalari ayni shunday yosh iqtidor egalarini kashf qilishda muhim omil bo'lyapti. Buning yana bir asosiy sababi bor. Birinchidan, ushbu bellashuvlar sportchiga, ikkinchidan uni kurashga qiziqtirgan murabbiyga ham har tomonlama rag'bat namunasi bo'lyapti. Ma'lumot uchun, bu yilgi musobaqaning kurash bellashuvlari jami 9 vazn toifasida o'tkazilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxorodagi 544 ta mahalladan bu bellashuvlarga qiziquvchilar soni qariyb 2 karraga ortgan. Ularning kattagina qismi uyushmagan yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Demak, musobaqa yigit-qizlarni ommaviy sportga jalb qilishda muhim vosita bo'lmoqda. Olot tumanida yoshlar orasida sport kurash turi bo'yicha yoshlarda ommalashtirish, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 tashabbus doirasida kurash turi bo'yicha 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida musobaqalar tashkil qilinib, bugungi musobaqalar ko'tarinki ruhlarda o'tkazilib, musobaqada 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Olot tumani mahallalarida istiqomat qiluvchi yoshlar ishtirok etib, yetarli darajalarda yuqori o'rinlarni olgan yoshlarga sovg'alar berib, ularni taqdirlab, viloyat va respublika bosqichlarida yuqori o'rinlarni olish uchun tilaklar bildirildi. Shu o'rinda ma'lumot uchun, Buxoro yoshlari ushbu musobaqa doirasida mamlakat miqyosida so'nggi 3 yillikda umumjamoa hisobida kuchli uchlikdan joy olib kelmoqda. Bu yil ham maqsadlar katta olingan. Viloyatning yosh polvonlari 5 tashabbus olimpiadasi vositasida xalqaro maydonlar sari odimlash niyatida ekanliklarini ularning shijoatidan ham anglash qiyin emas.